Toshkent viloyati Qo'ychirchiq tumani Mingchinar mufida yana bitta xonadonimiz sotuvga qo'yildi. Mana shu tomondan ham asosiy katta yo'lga chiqsangiz bo'ladi. Bu tomonda ham katta asosiy yo'lga chiqsangiz bo'ladi. Gaz, svet, suv hammasi bor. Maktab, bog'cha, hamma qulayliklar bor. Toshkent shaharga 51 kilometr, Food City'ga 55 bo'lsa, uzog'i 60 kilometr. Xonadonimizga keladigan bo'lsak, umumiy maydoni 9 sotiq, 4 ta yashash xonalari bor, bitta asosiy binosi bor. Xonadonimizga kirganingizda mana shunday hovli qismi. Endi anchadan beri bu yerda hech kim yashamagan, o'shaning uchun bunaqa daraxtlari bor. Qo'shnilar bilan chegara qismi. Mana setka tortilgan. Tashqari tomonlarini ko'rsataylik. Mana setka qo'shnilari bilan mevali daraxtlari bor. Lekin lokatsiyasi zo'r joyda joylashgan. Olma mevali olma daraxtlari tinch joy. Bu tomonlarda mana eski molxonasi, hojatxonasi o'zingizga moslab turib, xudo xolasa olsangiz agar yana imoratmi, qo'shimcha qurilishlar qilsangiz bo'ladi. Mana bu suv kachalkasi. Xonadonimizning xonalariga kirib ichiga bemalol yashaydigan holatda hozir ichlarini ham ko'rsatamiz. Hovli qismi. Xonadonimiz mana ichki qismiga kelganimizda mana o'ng tomonda bu yoqda bitta kotelnisi, mana shu yerda dushovoy qilib turib, dush qilsangiz bo'ladi. Bu tomonida oshxonasi mana. Oshxonasi yaxshi holatda. Tak. To'g'rida ham bitta xonasi bor. Xonalarning holati yaxshi holatda, kelib bemalol yashaysiz. Bu tomonida ham mana 2x9. Hozirgi kunda bu xonadonimizga so'ralayotgan boshlang'ich narxi 29,000 AQSh dollari, yana ozgina kelishadigan joy bor. Xat hujjatlari hammasi joyida. Hech qanaqa kamchilik, muammo yo'q.